eslaringdan chiqarmanglar. Har bir daqiqalaring uchun TikTok, Instagram, YouTube xohlagan tarmoqdagi har bir sekundlaring uchun, har bir qilgan ishlaring uchun albatta javob berasizlar. Bu dunyo sinov dunyo. Rasululloh aytdilar, kim Allohga va oxiratga iymon keltirgan bo'lsa, yo yaxshi gap gapirsin, yo jim o'tirsin, yo yaxshi ish qilsin, yo jim o'tirsin dedi. Men sizlarni yomon ko'rishdan, men birortalaringni tanimayman. Ishoninglar, lekin men ishonaman. Ishoninglar sizlar ham, sizlar Alloh taologa bir qadam bossalaring, Alloh taolo sizlarga 10 qadam bosadi. Sizlar yurib borsalaring, Alloh taolo yugurib keladi. Sizlar yugurib borsalaring, atroflaringni o'rab, bu mana bu dunyoviy lazzat bor-ku, bu o'tkinchi, bu tugaydi. Ruhlaring kasal-ku, TikTokkerlar, xafa bo'lmanglar. Hurmatli vaynchilar, hammasi emas, o'sha faxshni, mashhur savol, mashhur bo'ldingiz, keyinchi 1 milliard podpischiging bor, keyinchi